Assalomu alaykum. Bugun Agrobank ATV Samarqand filialiga tomonidan Shirinobod mahallasi 608-902 konturlarda bir mahsulot tamoyili asosida 2024-yilda ijarachilarga ajratilgan yer maydonida piyozning yaponiskiy seta navli piyoz ekilgan. Bu yerda mana 20 ta ijarachiga 50 sotixdan yer ajratib berilib, bu ijarachilarga Abdurauf Davronov fermer xo'jaligi agregator sifatida biriktirib berilgan. Bugungi kunda ekilgan piyozlar mana to'liq unib chiqqan. Hozir bugungi kunda begona o'tlardan tozalash ishlari olib borilmoqda. Buning natijasida ikkinchi ekin ekish natijasida har bitta ijarachi 1 gektardan o'rtacha 100 milliondan ziyodroq daromad qilishi kutilmoqda.